haq gap gapirilganda unga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, ularning hurmatini joyiga qo'ymaslik kibrdir. Ikkita narsa ekan. To'g'ri gap gapirilganda unamaslik va odamlarni mensimaslik. Bu shunaqa bir og'ir kasalki, qalb kasalliklaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr." Men xabarim min kibr boshqa rivoyatda qalbida bug'doyni donichalik yoki zarrachalik kibri bor odam jannatga hargiz kirmaydi deydi. Kibr degan shunday bo'ladi. Odamlarni mensimaslik. Kiyimi sal chiroyliroqmi? Bunday ekan mensimay qo'rasiz. Mashinangizni semizroqmi? Hamda to'g'atmay qo'rasiz. To'xtab olaverasiz, qizilgan yo'q, hokazo bilamiz endi. Odamlarni mensimaslik, ozgina bir mansabga yetishib qoldingizmi, bo'p beradi.